Redmi, Poco, Black Shark ushbu brendlar Xiaomi kompaniyasiga tegishli ekanligini menimcha ko'pchilik bilsa kerak. Lekin Oppo, Vivo, OnePlus, Realme hamda iQ ham bir kompaniyaga tegishli ekanligini bilarmidingiz? Yuqorida aytib o'tgan brendlarim Xitoyning BBK Electronics kompaniyasiga tegishli, dunyoning eng katta smartfon ishlab chiqaruvchilaridan biri, lekin bu kompaniya haqida ko'pchilik ma'lumotga ega emas. Barchamizga tanish bo'lgan budjetli smartfon ishlab chiqaradigan Tecno, Infinix hamda Itel brendlari ham bir kompaniyaga tegishli. Ma'lumot uchun ushbu kompaniya Afrikada Samsung hamda Apple dan ham ko'proq sotiladi. Kompaniyaning nomi Transsion Holding bo'lib, ushbu kompaniya Osiyo va Afrika bozori uchun maxsus ishlab chiqilgan. Lekin siz ham bu kompaniya haqida aniq bilmagansiz. Barchamiz bilgan o'z davrining legendasi bo'lgan Motorola ham Lenovo kompaniyasining subbrendi hisoblanadi. Kompaniya 2014-yilda Motorola brendini Google dan sotib olgan. Gaming smartfonlar orasida yetakchi bo'lgan Red Magic ham Nubiyaga tegishli. Nubia esa ZTE kompaniyasining subbrendi hisoblanadi. Agarda ushbu ma'lumotlarni bilmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Bundan ham qizuvlari hal oldinda.